Yok korkmadan o'zgardi. Ha. Nomini korkmadi. Mars xizmat yuribdi. Mars emasmi, Marsmi? Mars xizmat. Siz kimni bilasiz? Mars? Ish yurituvchisi. Mars Xizmati. xizmat xususiy korxona. Xususiy korxona. Necha pul so'rayapsiz? 100 million. Hujjatlar berdingizmi? Hujjatlar taqdim qildik. Qachon berdingiz? Bugun berasiz. Siz ish yurituvchi? Men ish Kim familiyangiz? Safarmat onlayn hujjat. Mirzayev Qo'shin. Bitta nomus Qo'shin. Hozir kamchiliklari bor, bugun bartaraf qilib beradi. Ha? 70lik 70lik, ha. o'lim Ha. 72 72. 70. Hujjatlar kamchiligi bo'lmagan. Kamchiliklar bartaraf qilinishi bundan imzotni Bugundan qolmas. Yilni oxiri to'g'ri tushuning. Men sizni oldindan pul qilib berganman, vaqt qaytargansiz. Hozir mayli korxonaga ish yurituvchi bo'lsangiz, masala yo'q. Siz taniymiz. Rahmat. Faqat hujjatni qonuniy qilib berib, faqat tezlashtirib bersangiz qilib beraman. Bo'lmasa imkoniyati yo'q. Cheklayman. Rahmat sizga. Iltimos, faqat tezlash. Tushundingizmi? Hujjat kamchiliklar safarovat aytasiz, xo'pmi? Chiqavering aka siz. Siz kim edi? Menga buni qatatish. Safarmat tog'asi bo'lmaysizmi? Yo'q. Nega Murod kim? Menga Murod ota xususiy korxonasi. Safar ota? Menga Murod ota xususiy korxona. Bu ham paytda 312 bo'yicha. 312 bo'yicha pul so'rayapsizmi? Shunday. Hujjatlaringizni berdingizmi? Hujjatlarni berdim. Nima kamchilik? Hujjatlar berilgan, hamma hujjat bugun ministrligiga imzo qo'yib pechat o'tkazdi. Hamma hujjat kumush shakllanib bitkazgan. Bugun oxirgi yaxshilik bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 99 986 986 22 88. Aka bo'ldi, biz rejalarni gamchilar to'g'ri degan bo'lsangiz 3-da chiqma qilib beramiz. Qudrat Fodir, yaxshisi, Qudrat Fodir. Nima masala sizga? O'rzaga Chorvachilik. nima chorvachilik? 312 bo'yicha. Qaysi mahalla turasiz? Xohtash. Vaqtash, ha? Telefon nomeringiz? 99 763 713 40 47. Kimdan bor olasiz? Jasur. Korxonasida. Nechta bor olasiz? Qudrat Odilmi? Sen ish vagonga bormadingmi? Qalpak